Oltinchi tamoyil image. Ishonch esa jamoani yaratadi. MLM biznesida, ayniqsa MW, Life kabi xalqaro tizimlarda image juda katta ahamiyatga ega. Chunki odamlar avvalo sizni shaxsingizga, keyin esa taklif qilayotgan biznesga ishonadi. Image bu faqat tashqi ko'rinish emas, bu siz qanday gapirasiz, o'zingizni qanday tutib turasiz, qanday muhitda yurasiz va qanday fikrlaysiz. Shularning barchasini yig'indisidir. Agar hamkor lider bo'lishni istasa, u o'z imejiga jiddiy e'tibor berishi kerak. Chunki lider odamlarga faqat gapi bilan emas, shaxsiy namunasi bilan ta'sir qiladi. MW Life tizimidagi kuchli imij quyidagilardan namoyon bo'ladi. Tartibli va ishonchli tashqi ko'rinish, aniq va ishonch bilan gapirish, professional munosabat va odob, ijobiy fikrlash va energiya, ijtimoiy tarmoqlarda ham liderlik pozitsiyasi shulardan iborat. Shuni unutmaslik kerakki, odamlar avval insonga qo'shiladi, keyin esa biznesga. Shuning uchun hamma gap imijda tamoyili bizga shuni anglatadi. Liderlik darajasiga chiqmoqchi bo'lgan har bir hamkor o'z shaxsiy brendi va imijini doim rivojlantirib borishi kerak. Shu o'rinda qisqacha g'oya. Imij ishonchni paydo qiladi, ishonch esa jamoani yaratadi.